Mana shu sallaga yetgan mashina. Bu rasmdagi mashina emas-ku, aka. Nima? Sen mashinani olmayman demoqchimisan hozir? Aka, bu mashinani ahvoli juda og'ir-ku. 5 millik mashina emas lekin. Tushunmadim. Vaqtimni olyapsanmi hozir? Olaman deb qo'ydingmi erka? Endi olasan. Olmaylar. Mashina sotib olsalam. Akajon, qarang. Bizga rasmda umuman boshqa mashinani ko'rsatishdi. Men bu mashinani majburlab sotishmoqchi bizga. Yo'q, hech kim majburlayotgani yo'q bilani. Yo'q. Mashina boshqacha-yu, ha? O'zlaring haydaganmisanlar buni? Hop. Hech bir so'ra olsalar bu mashinaga. Aka 5 ming so'rashyapti. 5 ming. 5 ming? 5 mingmi? To'g'ri aytyaptim. Ha, 5000. Ha bo'ldi. 5 ming bo'lsa olamiz, to'g'rimi? Olamiz. Pulni ber. Mana 5 ming. Aka. Men ko'kida gapirdim. Boya nima deyaptiding? 5 mingga sotaman deb qo'yding, erki, endi sotasan. Ko'kmasu yashil, bitikda ko'k joylari ham bor. Mashina haydab ketib turinglar. Adasi, nima bo'ldi hozir men tushunmadim. Men ham tushunmadim. Mashinani ertaga oforment qilib berlaring. O'zim tekshiraman.